Salom hammaga. Bugun biz o'zbek tilidagi videolarga tekinga subtitr qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi biz App Store yoki Play Marketdan matnlar EA deb qidirib olamiz va shu ilovani yuklab olamiz. Bu ilovaga birinchi kirganingizda sizlarda akkaunt ochilmagan bo'ladi. Sizlarda xuddi mana shunaqa holatda turadi. Bunda sizlar xohlasanglar registratsiya qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar registratsiya qilmasdan pastdagi continue without sign in ni bossanglar bo'ladi. Lekin registratsiya qilishni maslahat beraman. Xo'p, registratsiya qilib oldik. Bizda o'sha akkaunt ochildi. Keyin bu yerdan biz o'sha o'zbek tilidagi subtitr qo'ymoqchi bo'lgan videomizni tanlaymiz va bu yerdan o'zbek tilidan boshqa tillar ham bor. Qozoq tili, yana boshqa tillar bor. Biz o'zbek tilini tanlab qo'yamiz agar sizlarda boshqa til bo'ladigan bo'lsa. Keyin continue with o'zbekchani bosamiz. O'zi bu bizni ovozimizni analiz qilib chiqadi va gapirgan gaplarimizni har bittasini tekst qilib yozib chiqadi. Bizni ovozimizni bu analiz qilib chiqdi va o'sha gapirgan gaplarni hammasini tekst qilib chiqdi. Qani ko'ramiz. Hammaga salom. Bugungi videoda biz videolarga o'zbek tilida tekinga subtitrlar qo'shishni o'rganamiz. Agar siz ham videolaringizga matnlarni qo'lda yozib soat videolar xullas shunaqa yozib chiqdi. Endi buni masalan o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil shriftlar, har xil subtitrlar bor. O'zingizlarga yoqqanini tanlab bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'zingizlar shriftini ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Har xil shriftlarga qo'yib, o'zingizlarga yoqqanini tanlab, keyin bu yerdan bularning razmerlarini o'zgartirsanglar bo'ladi, ranglarini o'zgartirsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu yerda harflar hammasi katta kichikligi o'shalargacha bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Keyin bu yerda o'sha harflarning orasidagi masofa va bularning yuqori va pastdagi masofasi. Bemalol o'zingizlarga yoqqanini tanlab o'zgartirsanglar bo'ladi. Agar bittalab o'zgartirib chiqishga erinsanglar, mana bu yerda tayyor shablonlar bor. O'zingizlarga yoqqanini tanlab bemalol ishlatib bo'ladi. Yotgan bo'lsangiz, bu video aynan keyin buni eksport qilishni ko'rsataman. Shunda bosasizlarda mana eksport deb chiqib turadi. Shunda bosasizlar o'zi bir pasda sizlarga videoni galereyalarga yuklab beradi. Bo'ldi, mana galereyaga yuklandi. Hammaga salom. Bugungi videoda biz videolarga o'zbek tilida tekinga subtitrlar qo'shishni o'rganamiz. Agar siz ham videolaringizga matnlarni qo'lda yozib soatlab vaqt yo'qotayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan va o'zbek tilini mukammal tushunadigan matnlar EA ilovasini to'liq ko'rib chiqamiz.